Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar. Bugungi obyektimiz Andijon shahar Oltinko'l tumanidamiz. Xudo xolasa mana qo'laydida birinchi qurilish jarayonini video olib qo'yamiz. Xo'p, 12 ga 4 balandligi 370 chisnokka xudo xolasa xolodilniy qilishyapti. Xudo xolasa bugun keldik mana bir kunda почти senich terib, xudo xolasa ertaga yakunlab ketadigan joyiga kelib qoldik. O'ziga pena polistron senichimizni 15 ligidan ishlatdik. Ko'p joyda 10 ishlatishadi oqini. Hech bo'lmasa 15 lik ishlatilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ancha-muncha sovuq ishlab beradi. Tokdan ekonom bo'ladi. Xudo xolasa ertagingi videoda o'tgandan keyin chiroyli qo'yib, motorlarni ishlatib, isparitlarni o'sib, keyingi videoga qo'yib beramiz. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pena polistron optim narxida xudo xolasa.